Uchinchi raqamdagi inshoimizni davom ettiramiz. Bu ikkinchi qism iqtisodiy mavzudagi insho edi. Demak, agree disagree turi. Demak, on the other hand, companies shouldn't be run with the sole aim of maximizing profit. They have a wider role to play in society. Boshqa tarafdan, ya'ni on the one handni ikkinchi sherigi doim bu ishlatilganda, keyingi abzasda bu ishlatiladi odatda. Boshqa tarafdan, kompaniyalar yuritilmasligi kerak. Bitta demak, run fe'li biz bilgan jismoniy harakat yugurish bas, biznesga nisbatan run business, ya'ni biznes yuritish ma'nosi ifodasi ishlatiladi. Va albatta modal fe'l ham passive voice ishlatilgan. Be bilan fe'lni uchun shaklini ko'rsak, doim passive voice'ni bilishimiz kerak. Ya'ni yuritmoq emas, yuritilmoq ma'nosida. Bizneslar yuritilmasligi kerak. Yagona maqsad bilan, ya'ni foydani oshirish. Foydani ko'paytirish bo'lgan yagona maqsad bilan biznes yuritilmasligi kerak. Ularda bor kengroq, kattaroq rol jamiyatda. Ya'ni bajarish kerak bo'lgan jamiyatda kengroq rollari bor demoqchi. One social obligation that owners and managers have is to treat their employees well rather than exploiting them. Bitta ijtimoiy majburiyat shuki, biznes egalari va menejerlar albatta boshqacharoq struktura kelgan. Demak, bitta ijtimoiy majburiyat qaysiki biznes egalari va menejerlar ega bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni zdan keyin relative clause sifatida havegacha ifoda kelyapti va aslida gapimizni qisqartiradigan bo'lsak, one social obligation is to treat bo'lgan ekan. Ya'ni bitta have bilan is yonma-yon turgani juda chalg'itadi. Nima bu deydigan bo'lsak, zdan boshlab havegacha, ya'ni z owners and managers have bu alohida qism, xuddi qovusni ichiga olib qo'yishimiz kerak. Relative clause qo'shimcha qism. Ya'ni bitta majburiyat haqida gapirmoqchi biz. Qaysiki deb turib, menejerlar va biznes egalari ega bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni have bilan z orasi boshqa narsa. Gapimizning soddasi bitta ijtimoiy majburiyat is bilan aytyapmiz. Qaysi o'sha majburiyat? Demak, muomala qilish o'zlarini ishchilariga yaxshi. Ya'ni bitta ijtimoiy majburiyati kompaniyalarda ishchilariga yaxshi muomala, munosabat qilish. Rather than degani dan ko'ra, exploiting them. Exploit degani ularni ishlatish, ya'ni ularga nohaq ravishda yoki ularga mos bo'lmagan sharoitlarda demak ishlatish. For example, they could pay a living wage to ensure that workers have a good quality of life. Misol uchun ular qila olishadi, ya'ni to'lay olishadi yashash maoshini. Wage bilan salary solishtiriladi. Wage bu yerda ko'proq haftalik maoshni ifodalaydi. Demak, ta'minlash uchun qaysiki ishchilar ega bo'lishadi hayotning yaxshi sifatiga. Yaxshi sifatli hayotga ega bo'lish uchun, demak, ular yaxshi maosh to'lashi mumkin, to'lay oladi demoqchi. I also like the idea that businesses could use a proportion of their profits to support local charities, environmental projects or education initiatives. Men shuningdek yoqtiraman fikrni, qaysiki bizneslar foydalana oladi, o'zlarining foydalarining bir qismini qo'llab-quvvatlash uchun mahalliy xayriyalarni, atrof muhit loyihalarini yoki ta'limga oid tashabbuslarni. Demak, foydasidan bir qismini shu ijtimoiy ishlarga ajratishini qo'llayman ma'nosida aytyapti. Finally, instead of trying to minimize their tax payments by using accounting loopholes, I believe that the company bosses should be happy to contribute to society through the tax system. Va nihoyat, demak, ofli birikma bo'lgani uchun teskaridan kelishimiz kerak ifodani o'zlarining soliq to'lovlarini kamaytirishga harakat qilishning o'rniga, instead of degan o'rniga, demak, soliq xarajatlarini, soliq to'lovlarini kamaytirish o'rniga accounting degani buxgalteriya, loopholes degani teshik, bo'shliq ma'nosida keladi. Account ya'ni buxgalteriyada aylanma yo'llar orqali soliqni kamaytirish o'rniga men ishonamanki, kompaniya boshliqlari xursand bo'lishi kerak. Xayr hissa qilganidan, ya'ni hissa qo'shganidan jamiyatga soliq sistemasi orqali, zero degani orqali. In conclusion, I believe that companies should place as much importance on their social responsibilities as they do on their financial objectives. Xulosani ko'pincha in conclusion yoki to sum up deb boshlash
foydali. Men ishonamanki, kompaniyalar albatta place'ga e'tibor bersa, nima bu? Buni ko'pchilik ot sifatida taniydi. Joy degani fe'l ma'nosida ishlatsak joylamoq, bu yerda endi ko'proq yana bir ma'nosi bor. E'tibor qaratish. Ya'ni, kompaniyalar e'tibor qaratishi kerak. SS struktura kelyapti. Ko'p muhimlilik ijtimoiy mas'uliyatlariga. Xuddi ular moliyaviy masalalarga e'tibor qilgandek. Xuddi moliyaviy masalalarga qilgandek, ijtimoiy majburiyatlarga ham kompaniyalar e'tibor qilishi kerak deb, inshosini tugatyapti.